Hammaga assalomu alaykum. Xorazm uylari kanalining obunachilari. Bugungi videomizda Xiva kolxozdan sizlarga 981 kvadratli mashina hovli joyimiz sotib chiqib turibdi. Hozir birga sizlar bilan ko'rib, hammasini tushuntirib boramiz. Adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Iminda Nafosat do'koni bo'ladi. Xiva kolxozining Nafosat do'koni. Shunda svetofordan o'ng tomoni Qasmoga yetaverish yo'lingiz. Shu yerda chap tomoningizda yana где-то 6-7 uydan keyin o'shandan eyvonni chiqib turgan uyimiz bo'ladi. Uyimizni yaqindan ko'radigan bo'lsangizlar, ekranda egani nomeri bo'ladi do'stlar. Bemalol telefon bog'lanaverasizlar. Hozir sizlarga uyni ishlarini polностью ko'rsatib o'tamiz. Uyimizning eshigini ko'rib olsangizlar. Bu yerdan o'tishamiz bu. Don tomonimizda garaj, polniy bir mashina sig'adigan. Dapada yana eyvoncha, yozgi hazati dapada o'tiradigan joy. Polniy beda pulini aytilgandan keyin, kelishilgandan keyin xolos hozir polniy mebellar bilan qolinadi. Uyimizning fasadini ham ko'rib turibsizlar. Ajoyibgina, chiroyli. Birinchi etajlarimizda polniy hammasini rishotga qo'yilgan. Agarda kimda-kim shunday uy qidirib yurgan do'stlar bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'ysangizlar, agarda yordamimiz bergan bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz. 981 kvadrat. Общий площадкasi uyimizni. Agar живой yashaydigan joyi 450 kvadrat. Gidganimizning bu tomonimizda kotelimiz bor, qo'l yuvadigan umalniklarimiz. Gaz, svet, suvdan beriladigan muammo yo'q. Qaranglar. Girganimizda bu tomonimizda bir spalni, bu yonda katta zal, o'ng tomonimizda kuxnya. Kuxnyadan garajga o'tadigan yo'limiz. Kuxnyani ham ko'rib turibsizlar. Aytganimdek, gaz, svet, suvdan beriladigan muammo bo'lmaydi. Bu tomonimiz garaj. Bu yanda tualet banyosi. Ayshtovlari qurilgan ekan. Xullas, kelishilsa, polniy jihozlar bilan qoladi bu yerda. Aytib o'tganimdek, dokumentimda muammo bo'lmaydi. Yani 981 kvadrat общий площадкasi, yashash joyi esa 450. Berimiz ulug' bir dalam, ko'rib turibsiz, patologlar ham ajoyibgina figura bilan yasalib, chiroyli bo'lib turibdi. Bu yonimizda katta zal. Zalimiz ham kengina. Avoylar ham urilgan. Ishi ko'rib hamma narsalaringiz bu yerda qoladi. Doğrumuzda yana bir zal. Bu yon tomonimiz bog'ga chiqib ketadigan yo'l. Bu yon kattaligini o'zingizga. Berimiz natujniy patologdan bo'lgan ekan. Yani bog' tomoni qaraysiz. Hozir bog' tomonidan sizlarga ko'rsataman. Undan oldin giraverishimizda chap tomonimizda bizning birinchi spalnimiz. Bu yerda уже pech qo'yilgan. Spalnimiz ham kattagina, aboylari bilan ajoyibgina. Mana ko'cha koridor. Eshiklarimiz ham akfadan, sifatli oynalardan qo'yilgan, rishotga qo'yilgan. Her birinchi etajlarimizda.
Xullas, ekranda ekan nomeri bo'ladi, bemalol telefon bog'lanaverasizlar. Uyimizga kirganda o'ng tomonda, kuxnyaning yonida yana bir zalimiz bo'lgan, katta zal. Bu yerni hozir spalnya qilib qo'yibdilar. Spalnya uchun kattagina bo'lgan. Garajimizning usti kichkina bolalarimiz uchun bir xona sezlar ham bo'ladi. Bu yerimiz ham yana kengina katta. Ko'p tog'laringizning. Ajoyib. Kommentda uy haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Bu vaqtda mana chiqadigan yo'limizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu yerimizda avval letniy kuxnya bo'lgan. Bu yon tomonimizda yozgi evon. Doli ajoyib ko'na. Bog' tomon ham keng, kattagina ko'rib o'tsangizlar. Inan do'stlar. Bu ham bir kladovka. Bog' tomondagi mevalarni ko'rsangizlar. Bu yon tomon bir ko'cha chiqadigan yo'l ekan. Bog'larimizdan uzumlarni ko'rdinglar. Hamma unda gullar ekilgan. Xullas, ko'ngildagi uydan do'stlar, bemalol olib, vazani ekib, bog' bilan xitir-xitir etib yuradigan joy. Xullas, uyni ko'rdingizlar do'stlar. Uy ajoyibgina, dokumentdan muammosi yo'q. Общий plashatkasi 981 kvadrat, yashaydigan joyingiz 450 kvadrat. Manzil yana bir marta tushuntirib o'taman. Xiva kolxozda Shukrona bozordan galaverishlaringizda o'ng tomoningizda nafosat do'konidan svetofordan aylanasizlar. Chap tomoningizda bana уже Kosmoga ketadigan butunka yo'l. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q beriladi. Garajingiz bor. Yozgi dapada chiqib o'tiradigan tapchog'ingiz bor. Xullas, muammo yo'q. Har tomonlama qulay joy. Xullas, ekranda egani nomeri $100,000 deb turibdilar. Polni ichindagi ko'rib hamma narsangiz qoladi. Agarda yo'q, menga ko'ri uyni o'zi qoldirsin, mebel jihozlari kerakmi desangizlar, uni ham kelishsa bo'ladi. Hammangizga kattakon rahmat. Yangi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.